Aka ma'lum, kimga ma'lum, kimga? Noma'lum. Qani yopchi? Qo'l qopib etcha. Akalar, Ochobod shashligiga keldik. Akam oldinda o'tiribdi. Faqatgina qachon endi o'zingizni ko'rsatamiz? Xudo xolasa inshaalloh ko'rsatib qolamiz. Mana biznesda yaxshi bo'lsangiz ko'rsatamiz. Endi akalar, bitta tomoni bor. Akamizni o'zini ko'rsatishi uchun qancha like bo'lsa, o'zini ko'rsatadi, aka. Ayting shuni. Bu yerda like anaqasi emas, chunki aytilgan vaqtda bir paytlar Hasan So'ragan like o'sha bajarib qo'ygan. Men xohlagan vaqtimda bo'lib video olganda. Bu bunaqa emas. Ko'rsatamiz faqatgina o'sha o'zimizni joy, yo'nalish vaziyatda bor. Vaziyatga qarab. Vaziyatga qarab. Shu paytda endi chiqadigan vaqt kelib chiqadi. Birinchi gapingizni oldim. Birinchi bo'lib sizni kuzatishni boshlagan paytimizda akkauntingiz ismi boshqacha edi. Keyin 100 mingtadan keyin o'zgartirdingiz. Ochobod keldiga. Taomchi edi. O'sha paytdan beri ko'rarkanman, qarang. Keyin orada necha mingta dram bo'ldingiz? 50 mingta bo'ldingiz, ana dubur-duburni qo'shdingiz. Undan keyin sekin-sekin rivojlanib ancha zo'rib ketdi, xudo xolasa. Xudo xolasa, yaxshi inshaalloh. Akalar, gap yo'q. Akalar, xudo xolasa bemalol kelaverasizlar. Mehmondamiz, xudo xolasa Namangandamiz. Xohlagan assortimentdagi shashliklarni topishingiz mumkin. Bundan oldingi storiesda qo'ygandim. Bismillah. Voy. Voy, yelib ketibdi-ku bu. Por. Alhamdulillah. Bu videoni duch kelgan joyda ovqatlanayotgan do'stingizga jo'natib qo'ying. Wow. Bismillah. Narxi ham suteki 15 ming. Damashni tuzlama bilan tortadi-yu. Oho. $15,000 so'mga 2 dan kotlet nima deyapti? Bunisi ham 15,000. Mini pizzaga necha? Har qancha ob'yomga ishlashga tayyor hamburger mahsulotlari. Alhamdulillah. Samarqandliklar boyda. Tojikistonda ham sumsuxona ochibdi. Wow. Bismillah. Kutganlarga dupur. Yigirma ta bering desam unamadiladi. Alhamdulillah.